Avvalambor assalomu alaykum. Zohirdonos kanalining qadrli obunachilari, sog'misizlar, salomatmisizlar, o'rtoqlar? Sizlarga Gazelda ishga tayyordan o'zi ag'daradigandan topib qo'ydim. Yuklab kelib qo'lda tushirmaysiz, shuni ag'darib tashlayverasiz. Puli arzondan, dehqonlaridan, egalaridan sotib olishingiz mumkin. Aloqaga chiqib pastdagi nomerlarga bizga qisqa ma'lumotlarni yetkazdiramiz. Ma'lumotlarni olishdan oldin bittadan like esdan chiqmang. Kanalda mehmonlar obuna bo'lishni unutmang do'stlar. Mashinani oldindan aytib qo'yay, sotilishining sababi o'rtoqlar, sog'lik tomonlama muammo bo'lib qopti. Mashinani hech qanaqa kamchiligi yo'q aka. Ishga tayyor yurib turgan mashina biz ham yaqinda olgandik. Sog'lik tomonlama muammo bo'lgani uchun sotyapmiz majburlikdan. Xudo xolasa sog'lik yaxshi bo'lib tursa, bundan zo'rlarni olib minish mumkin o'rtoqlar. Shuning uchun sog'lik birinchi o'rinda. Mashinani puli arzon sotib yuboraman aka deb aytib o'tyapti. Aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Qani bo'lsa videorolikimizni boshladik. Gazel 2010-yil ishlab chiqarilgan mashina, yurib turgan ishga tayyor mashina. Motor yangi qilingan ekan. Sotgan motor. O'zi ag'daradi mashina. Ko'rib turibsizlar, videoda ham, rasmda ham bor. O'zi ag'daruvchi ikkita silindr qo'yib qo'ygan ekan. 5 tonnagacha yuklab yuribmiz aka deb aytib o'tyapti. Razzatkasi bor ekan. Gaz 53 Rama. Mashinani tag tomonlarini ham ko'rib tursa, hadoy sistemalarida umuman muammo yo'q deb aytib o'tyapti. Mashinani qo'shimcha borti bor ekan, tepa tomoni ko'rib tursa, hozir kalta bort, tepasini ham bor ekan. U bort qo'ysangiz, xudo xolasa mol hal tashishga ham zakonni. Mashinada ham mol hal tashiysiz, ham qum shag'al tashiysiz, nimaki tashisangiz bo'laveradigan mashina holatda, yaxshi holatda. Mashinaning narxini $7800 so'rayapti. Albatta kami bor. Barterga Damas bo'lsa, yengil mashinalarga barter qilaveramiz. Shtobi yengil mashinaning sotilishi osonroq ekan, tezroq sotiladi, bozorga olib chiqsak ham yoki olib sotar ham ko'p yengil mashinaga, shuning uchun yengil mashinaga barter qilsak tezroq sotilib ketadi. Bu katta mashinani so'rovchilar kam aka deb aytib o'tyapti akamiz. Mashina ishga tayyor yurib turgan mashina, mashinaning manzili Andijon viloyatida ekan, borib ko'rib bemalol sotib olishlaringiz mumkin. Bizda qisqa ma'lumotlar shular o'rtoqlar. $7800 albatta kami bor. Barter variantlarini o'zlari bilan kelishib olishingiz mumkin. Menimcha variantga bermasa kerak, naqqa yoki birda Damas bo'lsa, yengil mashina bo'lsa barter qilaveramiz deb aytib o'tyapti. Mashinani menimcha hamma joyi soz, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Bizda barcha ma'lumotlar shular. Qo'limizdan kelgancha sizlarga yetkazdirdik. Bizdan qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, egalariga telefon qilib aloqaga chiqib kelishib sotib olishlaringiz mumkin. Pastda bundagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarda ham sotmoqchi bo'lgan texnikalar bo'lsa, tepa tomondagi, ya'ni bizning nomerimiz, reklama xizmatimizdan siz ham foydalanishingiz mumkin. Ko'pchiliklar foydalanyapti, shular qatorida siz ham foydalanishingiz mumkin. Bozorga olib borib, vaqtingizni o'tkazib, umringizni o'tkazib yurmaysiz. Uyingizdan turib texnikalar sotishingiz mumkin. Tepa tomondagi reklama xizmatlarimizga faqat Telegramdan, WhatsAppdan yozishlaringiz mumkin. Bizda barcha ma'lumotlar shular bo'ldi. Qo'limizdan kelgancha yetkazdirdik. Bizdan qolib ketgan ma'lumotlarni egalaridan olishingiz mumkin. Bittadan like bosib qo'yasizlar, yaqinlaringizga videorolikimizni podelisak qo'yishingiz mumkin.